Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun mana Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridamiz. Akamiz uylariga chiroyli holatda mana balkon xizmatlaridan qilib beryapmiz balkonlariga. Bitta kecha quygandik. Havo sovuq bo'lishiga qaramasdan yaxshi qurdi. Ko'chirib, xudo xolasa oldi taraflariga harakatni boshlab o'rganmiz. Stokalarni qo'yib, stokamiz mana tepada ishlayaptilar. Stoka charchashlar yo'qmi? Zo'r, hammasi yaxshi. Mana shu xavfli ishlar bilan ko'pchilik so'rashadi, nimaga sekin ishlaring, juda sekin nima qilasizlar deyshadi. Mayda ish ko'p ishimizni undan ham mana shunaqangi o'zimizni hayotimizni xavfga qo'yib kamida yerdan turib shu yo'q deganda 6 metr 7 metr tepada bemalol yurishdi mana sizlarga chiqib bemalol ko'taradi, ishonchli mustahkam bo'ladi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda stokamizning nomerlarini yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin.